Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Bugün sizlerge aldığımızda yani 9. ayda London'da ikinci kıtımlık içiladigan Uygur Müstakil Sot Kollegiyası hakkında bazı fikirlerimizni ve iltimaslarımızı ortaklaşmakçı. Şu münasebet bilen yana ekran aldığı çıkıp sözleşki doğru kivatıdı. Aziz vatandaşlar hemmanlardan haberi boğandikidek 6. ayının 4. günden 7. günügacha Londonda Uygur Müstakil Sot'ti nayt muvaffaqiyat o'tkazildi. Bu sotning ahamiyati, bu sotning qandaq o'tganligi haqida bu yerda so'zlash hojasiz, chunki necha minglagan qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz, vatansevar insonlarimiz ekran oldida yarim kechalarda turib bu sotni nayt qiziqish bilan bütün jarayonlarni ko'rdi. Şununla bir yerde bu doğruluk artık sözleş hacatsız. Ama bir qancha noktalarını eskertip koyuş gerek. Çünkü qarindoshlarimiz ekran aldığı kömegen. Ama bu sotning ekranning arkası hizmet kılan, nurgulluğun pidayı insanlarımız var. Ve şundakla bizning özümüzning Uygur, Kazak ve yani Şarkı Türkistanlıklardan başka muşu sotning vücut çıkışı ve muvaffaqiyatlik amalga iş için hizmet kılan Uygur bombagan, Uygur'unu kollagan, Uygur'un dostları insaniyetke hizmet kılışını özünün milli mecburiyeti de bilgen insanlar mı ba bu doğruluk mu biraz malumat bir ötüş artıkça emes dep oylayman. Biz 6. ayının 22. günüsü sotun işkeptinden keyin Dünya Kurultayı bir yığın çağırıp muşu sotun muvaffaqiyatlik ötüş üçün maddi ve manevi yardımlarda boğan, ecir kılgan vatandaşlarımız bilen bir tor yığın ötküzüp ularga ayrı rahmetlerimizni ifade kılgan edik. Bu yerde sot mahkemesinde de muvaffaqiyat ötüş üçün hemimizden haberdar boğandikidek jaza kampılarda yetip çıkan kamp şahitlerinin oynagan rolü fevkalade mühim oldu. Aileleri hakkında guvalık belgeler oldu. Özümüzün içinden mutaxassislik salayeti bilen guvalık belgeler oldu. Bularga biz ayrı rahmetlerimizi bildirdik. Onundan başka bu sotning muvaffaqiyatlik geçiriş için maddi yardım kılan teşkilatlarımız var, şahıslarımız var. Bularga tor yığınımızda alaydı rahmetlerimizni bildirgen bulduk. Ve şundakla sotning bütün materyallerini, yani bu sotka 10 bin betten artık materyal tavşırılgan. Bu materyallarını tercüme kılış işine katlaşkan halisane pidayılık bilen hizmet kılan bir nurgulluğun qarindoshlarimiz, ziyarlarımız var. Ularga ayrı rahmetlerimizi bildirdik. Ve ondan başka bu sot jarayonida her qaysi devletlerden kelgan sot katlaşkan guvachilarni kütüp verish işlerine yardım kılan qarindoshlarımız var. Ularga ayrı rahmetlerimizi bildirdik. Ve pak toplaş jarayonida kecha kunduz hizmet kılgan, söhbetlerini ötküzgen, ben bunu retlep çıkan ve şundaklı guvalık bergen nurgul vatandaşlarımız var. Ularga ayrı rahmetlerimizni bildirgen bulduk. Hem de bizning bir yerde yana dep ötüdüğümüz bu sotda Uygur bombagan, yani dünyada insanlık için hizmet kılışını, hakkaniyet için hizmet kılışını özünün bir kişilik insani vazifesi dep bilgen nayt güzel insanlarga şahit olduk yerde. Çünkü silim kögendikidek sotda sot heyetide yer algan 9 sotçu ba, adukatlar ba, bular sizler sendi kögen insanlar, bular bek dünyada nayt tesiri boğan nayt kıymetli insanlar. Ama muşu insanlar özlerinin bir yıldan artık vaktini sarf kılıp muşu toplagan 10 neçe min bet materyallarını görüp çıkıp türlerge ayırıp ve sot jarayonida şu materyallar asasen suallarını sorap nayti xalqaro ölçemde haqiqiy xalqaro tarafsiz bir sot mahkemesinin devam kılığına şahit olduk. Ondan başka o sende biz kögenden başka aksıda bunun xalqaro matbuatlarga taqtish hizmet kılgan en azından 20'den artık mutaxassisler, yani teknik mutaxassisleri hizmet kıldı. Nurgulluğun doktorlar, psikologlar, çünkü muşu sot jarayonida, sotning jarayonida bizning guvochilarning
bulupmu kamplar yetip çıkan kamp şahitlerinin naq meydanda şu özünün kögen yaşayan açık akıbetlerini sözlüge vaxtımızda tuyuqsuzlam, salametlik özgür şok bolduğan, kan besim örlep tutilgan ahvallarga şahit bolduq. Naiti içinişlik insan köz yaşlarını tutanmavatkan, yani televizyonda, ekranda görüş ayrıyken ama naq meydanda bu vaziyetlerge şahit buluş. Çünkü bu da ekranda kösülmegen hadisler. Bunun için hakikaten tez. Muşu vaxtlarının üzde psikologlar, doktorlar davamlıq bularının qeşidi bulup, hizmet kılıp, bulağa medet berdi. Bular Uyghur bilen münasebeti olmagan, fakat insanlık için hizmet kılan güzel insan. Muşlarının hemmisini halisane hizmet kıldı. Halisane işledi muşlarının hemmisi. Şununla biz bu meselede özümüz bizge okşaydıgan izilgen milletlerinin vaziyetiga biz Uygurlarni qanchalik yordam qiladiq ve bunun degan qilalaymiz degan narsani davomli o'ylab turishimiz kerakkan. Çünkü biz elbette bugün 21. asrda Uygurlarga o'xshash, Sharq Turkiston xalqiga o'xshash egir azap çekiyotgan milletler bek az, ama yok emas. Yani bizmi başka milletlerga o'xshash bizge yardım qolunu sungandek bizmi özümüz başka milletler bizge o'xshash vaziyetler duch kelgan vaqtida bizmi qo'limizdagiga yordamni qilish lozimligidan iborat bu darsni chiqarishimiz kerak. Endi men bugun bu yerda demoqchi bo'lganim 9 ayning 10 kundan 13 kuniga 4 kun ikkinchi qatimliq sud ochildi. Bundan keyin, yani 3 ay vaqtdan keyin 12 ayning boshlari va o'rtalarida sud eng oxir qaror chiqildi. Shuningga 9 ayda bo'lgan sud mahkamasi favqulodda muhim. Bu ikki noktadan muhim. Biri 6 aydagi sud ko'rganinglardagidek 38 xalqaro mutaxassislar bo'lib, Sharqiy Turkistonliklar bo'lib, toplam 38 kishi guvohlikka berildi. Endi 9 ayda yana belki 30'dan ortiq insonning guvohligi berildi. Bunun ichida xalqaro mutaxassislar va yanala Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, O'zbek bo'lib, mushu bugungi Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchiligiga munosabatli guvohlik bergan insonlar bor. Tabii bularning qanchaligini sud tanlaydi, yani o'xshash hikoyalar, o'xshash sarguzashtlar bo'lganlardan 20 adam guvohlik bergan bo'lsa, uning ichidan birini tanlashi mumkin. Chunki kimni tanlash, kimni sudga chaqirish bu tamamen sud mahkamasining ixtiyorligidagi, shularning qaroriga bog'liq bir munosib masala. Endi ama bularga paketlarni to'plab berish, ularga toplangan paketlarni tarjima qilib yetkazib berish bizning xizmat doiramizdagi ish. Shuning uchun biz hozirgacha bir qancha qatim bu haqda uqtirishlarni chiqardik, chaqiriqlarni qildik. Oldin qatimliq sud uchun 200 dan ortiq insonning guvohligi olindi. Yozma shaklda va yoki ovozli ve yoki videoluk şekilde. Ulardan Uygurlardan, Qozaqlar, Qirg'izlar, Sharq Turkistonliklardan bulup toplam 24 kishini sudga chaqirdi, guvohlik berdi. Ba'zilari tordan qatnashdi, ba'zilari naq maydonga berib qatnashdi. Endi 9 ayda o'xshash shaklda ma'lum nisbatda mushu Sharqiy Turkistonlik guvohchilar sudga chaqirildi. Belki guvohlik berganlarning hammasi sudga chaqirilmasligi mumkin, ama bularning hammasi sud kollegiyasining eng oxirgi qarorlarini chiqarish uchun qimmatli materiallar bo'ldi. Ular bergan materiallar, bergan guvohliklarning hammasi ingliz tiliga tarjima qilinib, sudning tor betida e'lon qilindi ve eng oxirida sud kollegiyasi 12 ayda umumiy qarorni chiqargan vaqtning o'zida mushu bergan guvohliklarning hammasi şu dokladda o'rin oladi. Shuning uchun aziz vatandaşlar, mushu oldin qatimliq sudni ko'rdik, guvohlik berganlarni angladik. Shuningga o'xshamaydigan va yoki shuningga o'xshaydigan, ya'ni farqli shaklda Xitoyning Sharqiy Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchiligini kuchlantirib beroladigan, o'zimizning oiz tushirgan, anglagan, bilgan, hatto Xitoyda o'z vaqtida hukumatlarda xizmat qilgan, Xitoyning shu Uyg'urlar olib borayotgan irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'lgan, ko'zi bilan ko'rgan va yoki oilasi o'zi bizzat buni yashagan, ya'ni qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar mushundaq voqealar haqida guvohlik berishinglarni orzu qilamiz.
bu guvalıkның vaqtini aytib qisqa az bir vaqt qaldı. Muşu 7 ayның 25-gacha bo'lgan. Yana 15 kunlik bir vaqtimiz bor. Muşu 15 kun vaqtning ichida bu guvalıklarni yetkizib bersanlar, andan keyin uni tarjima qiladigan gap, ularni sot yollaydigan gap. Chunki bütün tayyorliklar 8 ayning 5-gacha bitib bo'lish kerak. Chunki undan keyin sot kollegiyasındaki sot kollegiyasi kimlerning sotga chaqirildi, kimlerning materialları torbat bilan uni qaror qildi. Chunki vaqtimiz bek az. Şunu men bugün demakchi bo'lgan muhim sizlarga qildigan murojaatning birisi bütün vatandaşlar biraz cesaret gösterib, qanchalik ko'p ma'lumotlarni ta'minlab bersak shuncha yaxshi. Shuningda bu ma'lumotlarimizni ta'minlab bersak, ma'lumotlarni ta'minlab beradigan adres Uyghur Adalet Arxiv Ambiri. Yani bunun mas'uli Baxtiyor Ömer Efendi. O Baxtiyor Ömer'e tayyorlab bersak bo'ldi va yak dunyo quritiga yo'llab bersak bo'ldi, ama oxirida bir yerga bordi. Bu birinci deydiğimiz. İkincisi hem de 9. aydaki bu sot üçün maddi bir seferberlik ilan qilmoqchi. Hozirgacha sotning toplam chiqimini 380 ming Amerika dollari deb taxmin qilingan. Bu pulning asosiy qismi vatandaşlarımızın yardım bilan, vatanperver insanlarımızın yardım bilan, ticaretçilerimizin yardım bilan ve shundaq bir qismi torlarda ilan qilingan i'oni yig'ish seferberligi bilan asosiy qismi toplangan. Az bir qismi qilib qolgan. Bu munosabat bilan buni moddiy va ma'naviy yordam qilgan, ismini bildirishni xohlamagan, hatto ismini bildirishni xohlamagan, ammo kelajakda bir kunlarda bu tarix betlariga yozilgan yordam qilgan insonlarimiz bor. Ularga bu yerda bir qatim rahmat etishni bir milliy majburiyat deb bilaman. Hamda bu qatimki sotdinki chiqimi biz emas, sot kollegiyasi o'z vaqtida taxmin qilgandan biraz eshib ketdi. Chunki biri bu sot boshlanib, tayyorlik xizmat boshlangan vaqtida o karantin meselesi, ondan keyin bular hisobga qatilmagan bexatarlik meselesimi normal bir jarayonda qaralgan. Ammo bilganinglardagidek bu sotga guvochi bo'lib kelgan insonlar normalda 3 kun turadigan gap ya 4 kun turadigan gap, guvohlikdan keyin qaytadigan gap. Ammo 10 kundan 11 kungacha turish to'g'ri keldi. Çünkü 7 gün 6 günlük karantin nimasi bo'ldi. Ondan keyin har qatimliq karantin vaqtida 2 qatim test qilish kerak. Bunun testning o'zimi bir necha pullik gap, maliyat Angliyada qimmat gap. Shunday qilib biz o'ylamagan shaklda Angliyadagi yotoq, tamoq, mush karantin jarayonidagi, ondan keyin kelganlarning yo'l kirasi, mushlarning hammasi o'ylagan nisbatdan ma'lum nisbat eshib ketib qoldi. Ondan keyin xabaringlar bo'lgandagidek bu sot boshlanish az qolgan vaqtda Xitoy ishchi vasirtida bu sotga nisbatan ajoyib qattiq hujumlar boshlandi. Bo'libmi kamplar yetib chiqqan kamp shohidlarimizga telefonlarni qilish orqali Xitoy bexatarlik xodimlari, chet eldagi Xitoy bexatarlik xodimlariga xolisona xizmat qilayotgan o'zimizning ichidagi bir qism Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari, atalmış bayonotchilar deydi. Bularning ro'yi besimini eg'ir bo'ldi va Xitoyni har xil usullar bilan tahdidlarni qilib, xuddi bu sotni ko'langi chuqurdigan muvaffaqiyatlik olib berilmaslik uchun harakat qiladigan avvallar bo'ldi. Uning uchun bexatarlik masalasi sot boshlanish az qolgan vaqtida jiddiy bir masala bo'lib o'tirib chiqdi. Undan keyin sot kelamdigan uzoqdan qatnashadiganlarning internet bexatarlik masalasi o'tirib chiqdi. Shuning bilan bu sizlarni ko'rgan bu sot ochilgan sot kollegiyasi, yani Court Chamber, Westminster Court Chamber degan Angliyaning eng dangliq sot kollegiyalarining birisi. Tarixiy. Bunun asli bir kunda o'xshash bu sotda eng aqında o 5-10 yerda o'xshash bo'lmagan zallarda sotlar, faoliyatlar bo'ldigan gap. Bu sot kollegiyasining bir sot bo'ldigan zalni kiralagan. Dastlabki kira nimasi 8 ming pound sterlin, yani 10 ming euro atrofida yoki 12 ming dollar atrofida planlangan. Ammo Xitoy buning nisbatan har xil buzg'unchilikni qilish va sotga guvochi bo'lib kelganlarning bexatarlik masalalarini ko'z tutgandan keyin jiddiy o'zgarish qilib, butun sot kollegiyasining hammasini tamamen taqashqa va butun sot binoni kiralashga o'tgan. Shunda bo'lgancha 8 ming pound sterlin degan bino 30 ming pound sterlinga kiralashga o'tgan. Demak, 4 hassa din ko'proq
iqtisodiy chiqim bo'ldi. Shunga o'xshaydigan yana biz dastlabda sot ko'lligiyasimi faraz qilmagan bir qism chiqimlar bo'lg'achqa yana 90 ming dollarlik 9-oydagi sot ko'lligiyasi uchun 90 ming dollarlik bir moliyaga ehtiyoj tug'iladi. Shunga bu munosabat bilan hozirgacha yordam qilgan qarindoshlarimiz bor. Bularga rahmat aytamiz. Bularning yana qo'lidan kelgan imkoniyat bu yerda $1 az bo'lmaydi, 10 ming dollarmi jiq bo'lmaydi buning uchun. Yetarki shu sotning muvaffaqiyatli bo'lishini Xitoydan iborat bu bir jallat, ya'ni diktator bir hokimiyatning bu jinoyatining so'roq savolsiz qolmaydiganligini, xalqaro sotda so'roq tortilish orqali Xitoyning bu jinoyatining pash bo'lganligidan iborat ve bu mas'uliyati dunyo jamoatchiligining oldida javobgarlik tortib mushu reallikqa o'zining bir kishilik hissini qo'yishni xohlagan har qanday bir sharq turkistonlikning buning yordamiga muhtojmiz ve yordamiga murojaat qilamiz. Chunki bu bir milliy majburiyat ve vataniy bir majburiyat. Meni yaxshi ko'rmasliginglar mumkin. Dunyo qurultayini yaxshi ko'rmasliginglar mumkin. Ama dunyo qurultayini yaxshi ko'rmaslik va yoki meni yaxshi ko'rmaslik bedeliga Xitoy Kommunistik Partiyasi bilan Xitoy hukumati bilan o'xshash safda turib qolmanglar. Chunki ba'zilar bizni yaxshi ko'rmaslik bedeliga Xitoy Kommunistik Partiyasining sotning oldi kaytini ko'rdik, torlarga chiqarish orqali Xitoy hukumati bilan o'xshash sanada shuningning Xitoy Tashqi ishlar ministrligining xolisona bayonotchiligini qilganga o'xshaydigan vazifani o'rlaganlarga shohid bo'ldik. Shuningga vatan millat Xitoyning javobgarligini tortish muhim bir masala bo'lgan vaqtning o'zida shaxsiy munosabatlarni birisini yaxshi ko'rish ko'rmaslik masalasini bir kere qayirib qo'yib, vataniy majburiyatni, milliy majburiyatni ado qilishda biroz kallamizni chaqiraylik. Shuningga buni dunyo qurultiyiga yordam deb o'ylab qolmanglar, yoki uning buni yordam qilib qo'ymanglar. Xitoyni xalqaro bir sotda tortishda mening bir hassam bor degan milliy majburiyat nuqtasini o'ylaylik. Ashtaqa vaqtimizda ma'qulimiz yanchimizga bordi. Hozirgacha bu sotning muvaffaqiyatli bo'lganligiga, bundaq bir xalqaro saviyada bo'ladigan bir sot bo'lganligi gumoniy qarashlarda bo'lib, sukut tutgan insonlarimiz bo'lishi mumkin. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin va yoki maddi paketlarni ta'minlash jihatdan bo'lsin. Ba'zi insonlarning qaymoq turishi bilan, qolisi shu bilan savol ishoratlari bilan bo'lib turib, buning nisbatan maddi ve fikri jihatdan katkıda bo'lishni o'ylagan bo'lsam, ammo to'xtab turgan insonlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo reallik o'tirda butun dunyoga BBC'dan, CNN'dan ve Erkin Asiya radio stansiyasidan, Dunyo qurultiyining televizyonisidan bütün dunyoga naq maydondan taqtilib bu sotdan hammamiz uchiq oshkora ko'rsatildi. Bunga en azında necha 10 minglagan qarindoshlarimiz abiyat degandiga kechilar qopab turib bu sotga ko'rdi. Demek reallik o'tirda bunu bilgandan keyin hech bo'lmasa burun qolisi shubislar bo'lgan ba'zi ozdurishlar bilan qaymoq turishlarning ta'siriga uchrab sukut turgan insonlarimiz endi sukutimizni buzib guvohligimizni beraylik ve qo'limizni yanchimizni silib bu sotning muvaffaqiyatli kechirish uchun moddiy bir yordamimizni qilaylik. Albatta sizlar qanchalik bu ishga ko'ngil bilib, qanchalik moddiy ve ma'naviy jihatdan yordaminglar bo'lsa, bu texnik muvaffaqiyat bo'ldi. Xitoyni texnik ko'p jinoiy javobgarlikka tortishga hassamlar bo'lgan bo'ldi. Bu butun bir milliy harakat, butun bir xalq harakati, butun Sharq Turkiston xalqining bütün hammasini bevosita aloqador qilgan bir harakat. Shuninga bu yerda buni bir tashkiliy munosabat va yoki insonlar bilan bo'lgan shaxsiy munosabat halqasini qilib, o'tib muomala qilaydi. Shuninga yana takrorlaydiganimiz hozirgacha har xil sabablar bilan sukut tutgan va yoki yordam qilish masalasida taraddud qilgan qarindoshlarimizning reallikni ko'rgandan keyin bo'lsa-mu uyqumizni echib bununla bu sotning muvaffaqiyatli ko'rish uchun bir yordam qilishinglarni iltimos qilaman. Bu sot qaraganda ba'zilar degan bo'ldi, bu necha yuz ming dollar pul xarjlab buni ko'rdinglar. Normal bir xalqaroliq bir qancha yuz kishi chaqirgan konferanslar uchun necha yuz ming dollar pullar ketadi, ammo bu bunga o'xshamaydi. Normalda bundaq bir sot en azından 100 milyon dollar bilan o'tkazilgan ekan.
Nima ketadi? Masalan, shu sotni ki baş sotçusu Jeffrey Nice degan kishi qaysilarning xabari bor, xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasida Yugoslaviyaning diktatori Miloševićni sotlagan bir inson. Normalda Yevropada, Amerikada, G'arb dunyosida bir advokatga shaxsiy bir ishimiz bilan yarım saat, bir saat so'zlasak, eng aqlida $500-600 yoki €500-600 pul to'lamasak, advokat bilan ko'risholmaymiz. Ammo bunda bir Jeffrey Nice'dek va sud kolegiyasi 9 advokat va yoki shu mutaxassislarning bir soatlik ish haqi balki necha $10,000 bo'lishi mumkin. Balkim $400,000 bir sotchining bir yillik maoshi qimi yetmasligi mumkin. Ammo mushlar bir yildan ortiq vaqtning ichida insonlik uchun, adalet için, haqqaniyat için bir sınıf ammay bir yılın artık vaktin içinde hizmet kıldı. Sizin kögünün 4 gün jarayonida aşağıda qilgan xizmeti. Bu ularning bir yilni qilgan xizmetining mingda biri. Abiyat deb o'tgandagidek senning oxirida nurg'unlagan insonlar, doktorlar, nurg'unlagan bexatarlik xodimlari haqsiz xalisani xizmat qildi. Agar bularning hammasini soatlik bilan pul yig'ishtirmasak, bizning $400,000 pul balkim bir günlük, yarım günlük sotun çıkımını yetmezsin mümkün. Demek muşların hemmisi haksız bakağa insanlık için işildi. İnsanlık için işildi. Şununla hakla başka bir milletle muşundak bir meselenin yüzünün insanlık mecburiyeti dep muşu pidakarlıkını gösterip oturup çıkmakta vaktimizde biz Şarkı Türkistanlıklar bulup halkımız üstünde erkek kırgınçılık yüz bir vakitte bunu süküttürüş bir cinayet. Bununla her xil banalar bilen süküttürüş ve yoki Xitoy hükümeti bilen o'xshash sapturup bu sot mahkamasiga belki bu qirg'inchilik haqida berayotgan bu harakatlarga negativ ko'z qarashlar bo'lishingiz bir jinoyat. Teşkilatlarımız, faaliyetçilerimiz faaliyet qilish jarayonida xatoliklar o'tkazishi mumkin, savalliklar o'tkazishi mumkin. Xatoliklarni, savalliklarni tuztog'il bo'ladi. Ammo xiyonatni, jinoyatning jazosi uningki ig'ir bo'ladi. Uni tuztog'il bo'lmaydi. U jazoga tortilishi kerak. Shuning buni farqlantirishimiz kerak. Bu munosabat bilan hammanglarga bu videoni, bu nutqni so'zlashga tug'ildi. Shuningga qarindoshlarim, eng oxirida aytib qo'ydiganim 7-oyning 25-gacha bo'lgan araliqda guvohchilarning guvohligini topshirib olish vaqtimiz bor. 8-oyning 10-kunigacha mushu $90,000 moddiy yordamni to'plab sud kollegiyasiga logistik ishlarga yo'llashimizga to'g'ri keldi. Shunda olgan chog'imizda takriban 7-oyning 25-gacha yana 20 kun vaqtimiz bor, 15 kun vaqtimiz bor. 8-oyning 10-gacha yani takriban bir ay vaqtimiz varmış. Bir ay vaqtning ichida shu iqtisodni biz to'plashimiz kerak. Buni jon kassimi? Hatto har qanday imkoniyatimiz bo'lmasmi, buni biz chiqirimiz bir yer. Ammo sizlarning yordaminglar bo'lsa, biroz rohatroq harakat qila olamiz. Texmo kallimizni, energiyamizni sotning boshqa taraflaridan muvaffaqiyatli bo'lish uchun sarf qila olamiz. Shuningga hammanglarning yardımıga hozirgacha fidokorlik qildinglar. Yardıminglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarni Janobi Alloh topshirdi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.